Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Nexia 2miz. Osiyo bozoridamiz. Nech pul deyapsiz aka? 55 deyapmiz. 55 deyapsiz. Kraska? Kraska bor, kapot bilan eshikka. Kraska bor ekan, kapot bilan eshikka. Ichlar chexol polik bo'lganmi aka? Chexol polik bo'lmagan ekan. Sassanas normalni. Yili necha aka? 2009. Necha? 2009. 2009 ekan yili. Arqalar metallar qo'yilgan, ha? Metallar qo'yilgan. Arqa ochorasiz. Ha, akalar metallar qo'yilgan. Metal nechtali? 120 tali? 80 tali. 80 tali. Ha, 80 tali metallar qo'yilgan arqalar. Motor gibridmi? 1.6 ekan. Ha, motor 1.6. Motor qilingan. Motorlar qilingan. Ha, Nexia 2miz. Nech pulda bozor aka? 45 qildi hozircha. 45 qildi. Mashina sassanasi normalmi? Bolalar ham yangi turibdi ekan o'zi. Bir 20 ming yurgan ekanda, 20 ming yurgan ekanda bolani. Ha, almashtiriladi, oldi. nech pul qilib berasiz? Bo'ladigan narxlarni ayting. 50? Ma 50 million qilib berganlar aka. Metan bor, 1.6 motor, motorlar remont qilingan. Hamma narsasi joy-joyiga. Telefon nomeringizni aytavering. 50 50 503 15 11. 503 15 11. 15 11. Ma akamizga aloqada chiqaverasizlar. Mashinchani sassanasiz. Kraska qarga bo'ldingiz? Kapot bilan eshikka. kapot bilan eshikka bor ekan kraskasi. Sassanasiz. Metan. Короче, shunday olasizlar, xarajat qilmaysizlar. Bitta chexol polik qilsalar bo'ldi. Bolalar ham normal turibdi. Probik necha yurgan aka? Kalt bering qani probiklarni ko'raylik buni. Qiziqayotganlar bor-da. Nexia 2 legenda. Men probikam 37 ming 379 ming yurgan ekan. Hamma narsasi ishlaydi mana. Bemalol kelaverasiz. Bitta xarajat shu chexol polik qila olasizlar. Bolon ham charxo qo'yilgan ekan. Yaxshi bolonlar qo'yilgan. Taksi ham bo'lagan. Taksilarga ha, kelaverasizlar. 1.6 motor. Nexia 2 legenda deganlari shu bilan. Sog'liq aka. Barakasi bo'lsin sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Siz yil necha aka buni? 11 yili. 2011 yili, ha? 2011. Nechinchi pasta? Ikkinchi pastami? Uchinchi pasta. Yili 2011. Kraskalar qanday aka? Kraska kapotida bor hozir. Kirillada bor. Kirillada bor. Nech pul deyapsiz aka? 65 so'rayapti. 65. Kelishtiradi. Ha, salonlari. Kraska kapot bilan eshigi bor ekan, krelasi bor ekan. Ha, salonlari. Bitta chexol polik qilish kerak ekanda. Ha, bolani hali yuradi. 20 ming yurib beradi, to'g'rimi? 10 ming yurib beradi. Taksilar qilgansiz aka? Yo'q. Shu uyga borib kelish. Ishga. Ha, metan bormi? Metan bor, Metallarni ko'radilar. Mana Sparkchamiz 2011 yili 65 million deyapti. Bozor nech pul so'radi aka? Bozor hali savdo bo'lgan yo'q to'g'ri. Nech pullar bo'lsa berib yuborasiz? Ha, 55 bo'lsa beraver. Metan nechtalik? 80 talik? 65. 65 talik. Ha, salonlar. Kraska, bolon kerak emas. Bolonlar ham normal turibdi. Bemalol kelaverasiz. 60 bo'lsa beraverasiz, to'g'rimi? 55 bo'lsa beraver. 55 bo'lsa beraverasiz. Telefon nomerlarini aytib qo'ying aka. 97 97 776 776 2502. 2502. Ha, kelaverasizlar akamga. 2011 yili chexol polik qilsalar bo'ldi. Mana boloni ham bor. Probik yana normal yurib beradi. Faqat chexol polik qilasizlar bo'ldi. Metallari bor.
Mayli aka, sog' bo'ling. Barakasiniz. Nexia bor. Osiyo bozor. 23-fevral. Aka kraska bormi bunga? Tomdan pastga kraska sepilgan. Tomdan pastga kraska sepilgan. Shunday. Yili necha aka? 97-chi propanda. Propani bor ekan, 97. Motorlari prodalarni gofro kiydirib chiroq olsa bo'ladi. Nech pul deyapsiz aka? 23 million deb aytib turibdi. 23 million deyapti. Beramiz. Mana Nexia qiziqayotganlar tekoni puli beryapti. Ha, Nexia qiziqayotganlar. Balonlari ham hali yuradi. Yap yangi turibgan balonlar. Faqat qaraytirilmaganda. Propanlar bor, hamma narsa bor. Mana orqalari propanlari bor ekan. Necha kilometr yuradi propan? Bo'lmi? Propan endi o'rtacha 10 ta propanga 100 km atrofida yurib beradi. 100 kilometr mana akalar. O'sha atrofda. Zapravka. Nexia qiziqayotganlar olsa bo'ladimi? Chunki Tiko вообще qimmat turibdi-da, bundan ham qimmat turibdi-da. 23 million. Mashina yonishi qanday aka, bitta ko'rsating. Mana bitta kalitga o'n ekan. Nexia bir legenda deganlar. Ichkari salonlari chexol polik, bu qilib xarajat qilsalar bo'ladi, 1 million xarajat qilsalar yetadi. 23 million deyaptilar. Nech pul qilib berasiz aka? Endi chin dildan oluvchi bo'lsa kelishib boramiz. Yili 97. 23 million deyaptilar. Kalit topilmasa. Bular ishlaydi, katkaloz, hammasi ishlaydi. Elektronik. Hammasi ishlaydi. Mexanika emas. Rushni ko'tarayotmaysizlar. Hammasi ishlaydi. Kalti olib qoldim deyman. Bitta tom kraska bo'lmagan ekan, qolgan hamma joy kraska bo'lgan. Kelaverasizlar, motorlar. Asosdan. Akkumulyator ham mashina qo'shyapti. Bitta kalitga yonyapti mana. Motor hadovilar endi. Motor qildiryapti. Ha, motorlar. Motorlar qilingan, hadovilar qilingan. Bitta kalitga yonyapti. Tikodan yaxshiroq yuradi ish qilib. Ha, Tikodan. Bitta xarajat shu chexol polik qilasizlar bo'ldi. Saloniga sal mehr berish kerak. Bo'ldi. Qolgan tayyor. Qolgan tayyor turibdi, mana. Qardiki aka bu? Kosonniki. Kosonniki. Telefon nomeri aytib yuboring. 97lik 97lik 675 675 92 29. 92 29. Va akalar kelaverasizlar. Va akam Nexia'sini sotaman deb 23 million so'm. 23 millionga Nexia beradimi? Mayli aka, sog' bo'ling. Barakasiniz. Ha, Moshon bozor bugun avj olmoqda. Aziz do'stlar, odamlar ko'p, oluvchilar ko'p. Kelaverasizlar. Qarshi Moshon bozor. Allah shitdi. Bizni bir achishga bo'lamiz. Mana Gentra so'raganlar, aziz obunachilar. Mana Gentramiz. Bar Gentra legenda deydi-ku. Gentrani ko'raverasiz. Balonlari yangi turibdi. Yurgan bo'lsa 5 ming. Ichkari salonlari chexol polik qilingan. Monitorlaricha bor. Hamma narsasi bor. Mana umuman xarajat qilmaysizlar. Yili necha aka buni? Lasetti ekan bu. Lasetti Gentra qilingan, to'g'rimi? Gentrani o'zi bu. Tablos Lasetti. Gentrani o'zi bu. Gentra o'zimi? O'sha birinchi chiqib qo'ygan deyman. Birinchi chiqqan Gentra ekan. Yil nechida? 2015. 2015 yil, ha, bo'ldi. Motorlar qanday aka? Kamchilik yo'q. Bo'ldi. 4-pokoleniya metal. Metallaricha bor, mana. Ha? Pioner kolonkalarcha bor ekan. Qani ko'raylik, ha? Xarajat qilmaysizlar, bor akalar.
Mana metallarcha bu. Pioner kolonkalaricha bor ekan. Bez xarajat minurasilar akalar. Mana balonlari ham yangi turibdi akalar. Mana pioner kolonka puli, mana pioner kolonkalaricha bor ekan. Polni akrelli qilingan. Endi narxini so'radi, ha? Ish bildi. Narxini ham so'ramadi. Ammo Gentra legenda deydi. Motorchasi ham devona. Katta bo'lgan mashina. Nech pul deyapsiz aka mana? 100 million. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Generalniga General. Bo'ladigan narx aka, kelishtirib berayotgan narxlaringiz aka. 95 bersan. 95 million, ha? Na, akalar. 95 millionga Gentra beramiz sizlar. 2015 yili chexol polik bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Bez xarajat qaydasizlar. Hadovalar yaxshi, motor yaxshi. Bemalol qaydasizlar mana. Tamam. Telefon nomeri aytavering aka. 88 705 76 66. Mayli aka, sog' bo'ling. 90. Yil necha? 23. 23 yil. Yili 23 sentyabr. Qardika? Nishon. Nechimi yurgan aka? 10800. 10800 yurgan. Faqat chexol polik qilsa bo'ldi ekan menga. Sostanachalari normal. Laminat. Akalar ishonmasalar ko'rsataman. Tabloga 10800 yurgan ekan. Damas legenda deydi-ki bar. Metan bor aka bunga. Metan yo'q, ha? Nech pul bo'lsa berib yuborasiz buni. Bozor bo'ladi mana. Bozor nech pul deyapti aka mana? Balonlari ham radnoy turibdi deyman, ha? 88 mi? Nech pul Bizlar qarang, bozor necha? so'raganmi mallar? Balonlari radnoy. Bu dalillar qaydalgan deyman, ha? Ha? Bog'cha bachalar toshilgan ekan. Hali yurmagan ekanmi ancha. Yili 23. Chexol polik. Boshqa xarajat qilmaysizlar. Ha? 18. Shular motorlar yaxshi. Motor bo'lmagan. Yangi mashina. Endi ko'plar 18 ga motor bo'ladimi? hali hech narsa bo'lmagan mana akalar. Bitta chexol polik qilsanglar bo'ldi. Telefon nomerni ayting aka. 77lik 77lik 075 075 86 82 86 82. Mana eshiklarcha ligrovka qilingan ekan akalar. Mana kelaverasizlar. Qarshi karom, qarshi bozor. Mayli aka, sog' bo'ling. Damas legenda deydi va. Damas legenda. Sog' bo'ling aka. Ha, Cobalt. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yangisimi deyman? 25. Cobalt so'raganlar akalar. 2025-yil. Hali pachka, ha? 1000 yurgan, ha? Kraska yo'qmi? Umuman kraska yo'q, pachka hali. Salon, yangi Cobalt. Mana Cobalt so'raganlar akalar. Hali 1000 yurgan ekan. Mana. Bitta chexol polikcha. Qila olasizlar. Mana qora diskalarcha bu. Radnoy turib, ko'rasiz.